Assalomu alaykum barchaga. Kecha kelgan zakazlarimizni vaqtni yo'qotmasdan tez raspakovka qilib olamiz. Bu beretka shapkachani o'g'lim uchun zakaz qilgan edim. 15 mingga kargolar ichida qo'limga tegdi. Keyingi upakovkani ochamiz. Bu upakovkamizda ham shapkacha bor. Bu shapkachani ham men o'g'lim uchun oldim. 17 mingga keldi. Qaranglar qanaqa yarki, juda ham shiringina, ham yumshoq sifatli keldi. Buni razmerlari bor. Men o'g'lim 3 oylik bo'lgani uchun eng kichkina razmerni sotib olganman. Keyingi upakovkamizda bandavkachalar. Bu bandavkachalar zakaz uchun olingan. Ayni hozirgi mavsum bo'lib issiqniki 2 donasi 32 mingga keldi. Buni boshqa ranglari ham bor. O'zingizlarga ma'qul rangini tanlab olsanglar bo'ladi. Bu armanka. O'zimizda Andijon bozorlarida 85 mingdan sotilyapti. Menga 34 mingga yetib keldi. Qaranglar, yumshoq, katushka bo'lmaydi. Materiali juda ham zo'r ekan. Yumshoq vyaska material, jemchuglari qoqilgan, to'kilib ketadigan, yopishtirilgan emas. Ranglari, razmerlari bor. O'zingizlarga ma'qulni tanlasanglar bo'ladi. Keyingi zakazimiz bu, adashmasam, notebook uchun sumka. Albatta shunday ekan. Menga 93 mingga qo'limga yetib keldi bu sumka. Ikkilandim, ochsammi, ochmasammi, chunki zakazga kelgan edi. Lekin baribir ichiga, sifatiga qiziqdim. Shuning uchun ochib ko'ramiz. Keyin chiroyli qilib upakovka qilib qo'yamiz. Qaranglar, juda ham sifatli keldi. Alhamdulillah, hech bir zakazlarimiz uyaltirmadi. Hammasi juda ham zo'r keldi. Bu 93 mingga qo'limga yetib keldi. Men Telegram onlayn savdo gruppamda 123 mingga sotaman. Materiali mo'yshi, ichiga suv o'tkazmaydi.